Palmezi barglari sarg'ayaptimi? Sababi o'g'itda emas, garshokda. Agar garshok katta bo'lsa yoki tuproqlari qattiq bo'lsa, uni ildizlari nafas ola olmaydi. Shundagina barglarning uchi qorayishni boshlaydi. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun hozir men sizlarga nima qilish kerakligini o'rgataman. Garshok tagida drenaj bo'lishi shart. Dipsiz suvda qolsa, ildizi bir kundayoq chirishni boshlaydi. O'simlik ildizlari nafas olish uchun nimalar kerakligini hozir men sizlarga ko'rsataman. Palma uchun grunt, perlit, kokosovый torf. Nafas oladigan tuprog'imiz tayyor. Endi buni gulimizning eski garshogidan 3-5 sm kattaroq bo'lgan garshogimizga пересадка qilib olamiz. Mana palma o'simligimizni ekib bo'ldik. Endi eng muhimi 15 kunda bir marotaba universal vitaminlarimizni quyib turishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Telegram va Instagram profilimizga obuna bo'ling.